Assalomu alaykum. Xonoboddagi 1-2 sotuvli kottejimizda bitta abzorlarni qilib beramiz. 4 ta xona, 2 ta sanuzel, bitta oshxona, bitta xolldan iborat. Bu ko'rib turgan joyinglar hovlisi, ko'chadan kirib kelish. Orientirimiz Xonobod sentralniy ko'cha, Uzgazoy zapravkadan 500 metr kirganda. Masjidga 300 metr. Bitta uyimizda abzorlarni ko'rsatamiz. Kirganimizda chap qo'limizda oshxonamiz. Ozgina mayda-chuyda ishlarimiz qolgan. Ahamiyat bermaysizlar sal. Hali bo'rkada bo'lmagan. Ikkinchi etajga chiqib ketadigan zinamiz. Bu birinchi etaj sanuzelimiz. Bu yerda bitta spalni xonamiz. Havo aylanishi uchun joy qoldirib ketilgan bu yerga. Bu yerda birinchi etajda zalimiz. Ikkinchi etajimizda abzorlarni qilib beramiz. Ikkinchi etajga chiqqanimizda o'ng qo'limizda bitta katta spalni. O'rtada ikkinchi etaj sanuzeli. Общий, bu yerda hol qoldirib ketilgan. Divan kreslo zona qilib televizorli joylar qoldirilgan. O'rtamiz ikkinchi etaj spalnimiz ota-ona uchun. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. $85 ming narx.